Bugungi kunda viloyatimizning shahar va tumanlarida davlat va xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar faoliyat ko'rsatib kelyapti. Barcha sohalarda bo'lgani kabi ushbu sohaga ham zamonaviy axborot texnologiyalari keng jalb etilyapti. Natijada notarial idoralar aholiga qonuniy, ishonchli va malakali xizmat ko'rsatib kelmoqda. Fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilishda muhim o'rin tutayotgan mazkur tizim jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Fikrimizni Jarqo'rg'onda faoliyat olib borayotgan xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarial idoralar faoliyati misolida davom ettiramiz. Hozirgi kunda Surxondaryo viloyatida 60 dan ortiq notarial idoralar faoliyat ko'rsatib kelyapti. So'nggi yillarda sohaga qaratilgan e'tibor va davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan farmon hamda qarorlar natijasida ushbu tizimda ham ko'pgina qulayliklar yaratilyapti. Berilgan e'tibor, yaratilgan sharoit natijasida notarial idoralar faoliyati tubdan yangilanib, fuqarolarga ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifati va tezkorligi oshirildi. Bu esa o'z navbatida fuqarolarning ortiqcha ovoragarchiliklari va qog'ozbozligiga barham beryapti. Shuningdek, korrupsiya holatlarining oldini olishga xizmat qilyapti. Notarial idoralar fuqarolarning qonunda belgilangan tartibda huquqlarini himoya qilish, yuridik ahamiyatga ega bo'lgan faktlarni tasdiqlash hamda fuqarolar o'rtasida turli huquqiy munosabatlarni tartibga solishda 14 turdagi xizmatlarni ko'rsatishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanib kelinyapti. Shu bilan birga notarial xizmatlarning onlayn tizim orqali ko'rsatilishi aholi uchun katta qulaylik yaratib, tizimdagi ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashda muhim o'rin tutyapti. O'zbekiston Respublikasi notariat qonunlarida nazarda tutilgan notarial harakatlarni hamda ular bilan bevosita bog'liq bo'lgan huquqiy va texnik tusdagi harakatlarni notariuslar tomonidan amalga oshirish yo'li bilan jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga, ta'minlashga qaratilgan hamda nizolarning oldini oluvchi huquqiy institut hisoblanadi. Notariat sohasida ham bir qator yangiliklar, ya'ni notariat sohasini raqamlashtirish bilan bog'liq bo'lgan yangiliklar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Adliya vaziri buyrug'i bilan 2026-yil 5-yanvarda notarial harakatlarni videokonferensiya aloqa vositasi orqali amalga oshirish tartibi to'g'risida nizom tasdiqlandi. Ushbu hujjat bilan notarial harakatlarni jismoniy shaxsning yoki yuridik shaxs vakilining notarial idoraga kelmagan holda masofadan turib ham amalga oshirish ham mumkin. Kunda kunora fuqarolar o'rtasidagi oldi-berdi, mulkiy va ijtimoiy munosabatlarga qonuniy tus beruvchi notarial tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar aholiga sifatli, tezkor va ishonchli xizmat ko'rsatishda notarial idoralarning o'rni va ahamiyatini tobora oshirib bormoqda. Tizimdagi bu islohotlar xalq manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiladi.